musobaqaga tushdim, birga o'ynadim. Nima? Tarjimasi bor edi o'sha. Yana mehmon bor. Tugamadimi? Kim bor? Enrico. Burdana hozir sahna ortida qarab turdim. 4 yil ichida bunaqa bo'lmagan. Maza qildinglarmi? Kayfiyatlar zo'rmi? Davom etamizmi? Sahnada hozir to'xtanglar, bitta e'lonni aytib o'tmoqchiman. Bitta onamiz farzandini yo'qotib qo'yibdilar. Qani? Xayolim shokka ketib qoldi. Yo'qolib qolgan bu Bahrom. Yo'q, topish kerak. Qani? Oysha? 4 yoshli 4 yoshli Oysha yoninglarda bo'lsa, qani 4 yoshli Oysha? Hozir qarang, Oysha bizlarni eshitmayapti, lekin yonida kimdir oldinglarda yig'layotgan bola Qiz bo'lsa, Oysha. Topildimi? Topildi, rahmat hammaga. Ana endi e'lon qilish vaqti keldi. Juda ham chiroyli qilib e'lon qilish kerak, chunki Navro'z Mo'lda nima tadbir bo'lsa, DJ-ligi shu yerda bo'ladi. Endi men e'lon qilsam, shunaqa chiroyli bo'ladi. Chiroyli bo'ladi. E'lon qilasizmi, e'lon qilyapman? Mayli. Olib beraman, e'lon qilasiz. Men shaxsan o'zim bu insonni hali ko'rmadim. Ularni